tezroq chiqib men opa singlimga aytishim kerak. Yaqinimga aytishim kerak. Bunaqa hayot, bunaqa biznes borligini mani opa singlim bilish kerak. Biz bilmaymiz bunaqa hayotda. Sirrozi chiqdim. Endi hali xuddi 100 million yo 1 milliardni yutib olgan odamman. Jonim xalqimda hovliqib gapiryapman-da. Zo'r biznes boshladim deyman. Sohiba bo'l tezda. Menga registratsiya bo'lishim kerak. Hech nima bilmayman, ustoz. Zo'r biznes. Zo'r biznes. Opam Toshkentda yashaydi. Opa zo'r biznes. Tezlik bilan menga pul chiqarishingiz kerak. Opam taksi orqali chiqardi, singlim qildi, u qildi, bu qildi. Bitta savolda hozirgilarga tez pul olib kelsa, pul nimaga deydi? Yo'q deydi, muhokama qiladi. Qarang, sizni opalar, singillaringiz muhokama qilmadi. Buni yutug'i shu bo'ldi. Men sizni muhokama qilmadim, ustoz. Ular meni muhokama qilmadi. Bitta narsa azizlarim, aytib o'taman, ko'pchilik kimdir opasi, singlisini qilsa ko'plar отказ oladi-da. Mana shu joyda hozir Saodat Dadajonovani singillari yoki opalari hammalari bir deganda o'sha pullarini bir kunda, birinchi kunimda 5 ta opikam singlim beatkaz nimaga degan savol bermadi. Qayinsinglimga telefon qilaman. Ukangiz bilmaydilar. Opa, aytmang ukangizga. Men zo'r biznes boshladim. Bo'ldi, zo'r deganim ularni hali jonlantiryapti-da, ustoz.